Bugun sizlar bilan Toshkentdagi optimchilar narx-navolar bilan hayron qoldirgan Jizzaxda joylashgan erkaklar kiyim do'koni mod haqida gaplashamiz. Ishoninglar, videoga like bo'lsa, bizga obuna bo'lib tursanglar, $100 luklarni 300 mingga bitkizsa bo'lar ekan. Video davomida buni ko'rishlaring mumkin. Qani ketdik. Gap yo'q jamoasida yolg'on gap so'z va ortiqcha gap so'zlar yo'q. Mod do'koniga kelib, biz o'zimiz bu joydagi kiyimlarni sifatiga ko'rib, haqiqatda aqlimiz shoshdi. Narxiga keladigan bo'lsak, hammasi hamyonbop narxda. Mod do'koniga kelishingiz uchun hozir sizga top 3 ta sababni keltirib beramiz. Imasam boshladik. Birinchi sababi qulaylikasi. Ishdan 9 da chiqasizmi, 10 da chiqasizmi, magazinimiz 12 gacha bemalol ishlaydi. Ikkinchi sabab esa do'konimizga kelganingizdan keyin keng assortimentda shoshilganingizdan qanday kiyim olganingizni bilmay qolasiz. Uchinchi sababi hamma bilgan plyus bo'lmagan holatda ham muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Va'da qilingan lukimizni yig'di. O'zimga ham juda ham yoqdi, to'g'risini aytsam, kundalik hayotda kiyishga ham, o'qishga ham bemalol kiysam bo'ladi. Lukimiz yoqqan bo'lsa, qani kommentariyada yozib qoldiringlar. Manzilimizga keladigan bo'lsa, xalq tili bilan aytganda stadion ko'chada, ya'ni Sug'diyona stadionining ro'parasida hammanglarni mod do'konida kutib qolamiz.